Birodarlar, mana hozir xonani olgandan keyin hozir mana bu xona bo'yicha, mana bu yoqlarda xonasi bo'yicha bitta ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana bu kartochka, ya'ni pastdan beradi xonani kartasi deysizmi, shunaqa narsa. Mana bu o'zi yopilgan bo'ladi. Endi men yopib o'tirmayman hozir. Buni kalit o'rniga mana bunga bir tegizib olasiz. Chiqib ochilgan payti buni ochdingiz, kirdingiz. Kirgan payti xonada svet o'chgan bo'ladi. Ana shu payti mana qarang, mana buni hozir bir qo'shaman. Mana bunday olsangiz yo'q. Ana endi buni shunday qo'ygan paytingiz svet ishladi. Hamma narsa ishga tushishni boshladi. Xo'p, endi bu xona salgina bardakroq ekan, mayli bitta endi sizga manfaat uchun bitta tushuncha berishga harakat qilaman. Mana bu kirganda endi hammasida har xilcha. Joylarda hammasida har xilcha. Xo'p, birinchi o'rinda hozir bu yerda bardak qilibdi lekin bu xonada. Mana endi bu xonaga kirgizaman dedim. Bu xonada kichik bardakroq joylar qilib ekan. Xo'p, xullas buni bilasiz. Ochilish. Endi bu yerda ko'p endi boshqa paytlari bilmadim, asosan ilimroq suv. Bir toza yaxlab ketish yoki bo'lmasam juda issiq bizda nima yo'q. Endi suvda bular ko'pincha men bilishim bo'yicha Qizil dengizdan suv olib kelinib, qandaydir filtratsiya qilinadimi o'sha joyda o'zidan truba bilan tortilganmi shunaqa narsa. Shuning uchun mana bu tahorat qilsa ham bo'ladi. Tahoratga boshlab o'sha yerda qilasiz. Keyin mana bu g'usl uchun buni bilasiz, mana buni ko'tarsangiz birinchi pastdan keladi. Mana past. Endi buni ko'taramiz, mana bunday tepadan keldi. Xuddi shu holatda bemalol mana g'uslni mana bunday yopasiz. Endi xona ikki tarafdan yopiladi. Buni yopilgandan keyin to'liq yopasiz, endi to'liq yopilgandan keyin bemalol ichida tahorat usullarni amalga oshirib olaverasiz. Xo'p, keyin buni hamma biladi, qanday ishlash sistemasini. Keyin bu yerda bitta narsa qo'yilgan, mana bu narsa. Bu ishlash sistemasi endi bu. Buni o'tirdingiz. Xo'p, endi siz u yoqqa yuraman deganda bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu narsa bu tahorat, ya'ni yuvish, mana o'zimizning tilda aytganda orqani yuvish bo'lsa, mana bunday ozgina qisib saat sekirat tezroq sonunda napozdan astagina yuvib, shuni ishlatasizda, yuvasiz. Tahorat olib bo'lgandan keyin astagina joyiga indirib qo'yasiz, bo'ldi. Endi buni bilasiz, buni bosasiz, bu yoqda qog'oz tashlashingiz mumkin. Xo'p, keyin bu yerda yana bitta narsaga e'tibor qiling. Ko'pchilik kiradi xonada, kirganda xona hidlanib ketishi mumkin yoki bug'lanib ketgan bo'ladi. Buning sababi mana bu yerda bu endi biron nima soqol, boshqa britva shunga o'xshagan narsalarga, soch quritishlarga ishlatiladigan narsa tub bor bunda. Hozir yopilgan holatda bo'lish kerak edi, nimagar bu ochiq turibdi. Keyin mana bunga e'tibor qiling. Bu svetxey, mana bu narsa juda muhim. Buni ko'pchilik yoqmay ishlataverar ekan, men shunga e'tibor qildim. Mana hozir mana ventilatsiya, mana ventilatsiya bu yerda. Mana ovozini eshitib turib, buni o'chiraman men. Mana qizil yonib turibdi, buni o'chiraman. Hozir yoqqanda ishlaydi, azobxonada birikdi. Odamlar gaplashayotgan shekilli bu xonaga kirdik. Hozir biz o'zimiz xonamizda yo'qda. Xo'p, mana qarang. Hozir o'chiradi bu. Hozir vaqtdan keyin bu sistema o'chiradi to'liq. Bu svet mana bu. Mana buni o'zini qo'shdingiz, keyin buni qo'shasiz. Ketdi. Sistema ishladi. Umuman mana shu sistemani ishlatishingiz kerak. Ventilatsiya bo'lishi uchun. Salomat bo'lasiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, haqqimizga duo qilib qo'yasiz. Rahmat.